Assalomu alaykum. 7 kun axborot tahliliy dasturining navbatdagi soni efirda. Assalomu alaykum. Yana bir hafta o'tib ortda qolgan 7 kunning muhim tafsiloti bilan studiyada hamkasbim G'ayratbek Sirojiddinov hamda men Muhabbat Iminova. Ona tilimiz va muqaddas dinimiz yaqinligi bois qardosh turk xalqi bilan bizni hech qanday masofa ajrata olmaydi. Dilimiz bir, tilimiz bir. Dillar bir bo'lganda yo'llar qisqaradi. Özbekistan ekonomisinde Şevket Büzeyir kardeşimin liderliğinde önemli bir yeniden yapılanma sürecine girildiğini memnuniyetle görüyoruz. Yakuniga yetgan haftada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Turkiya Respublikasi Prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an Anqara shahrida bo'lib o'tgan oliy darajadagi strategik hamkorlik kengashining 4-yig'ilishini o'tkazdi. Bugungi kunda Turkiya barcha sohalarda ulkan yutuqlarga erishayotgani va nafaqat musulmon dunyosida, balki global miqyosda ham haqli ravishda yuksak hurmat e'tibor qozongani alohida ta'kidlandi. Keyingi yillarda O'zbekiston Turkiya do'stlik va keng qamrovli strategik sheriklik munosabatlari sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarildi. O'tgan yili o'zaro savdo hajmi 3 milliard dollardan, qo'shma korxonalarning soni esa 2,2 mingdan oshdi. O'zlashtirilgan investitsiyalarning umumiy hajmi qariyb 10 milliard dollarni tashkil etdi. Ikki mamlakat o'rtasida haftasiga 100 ga yaqin aviaqatnov amalga oshirilmoqda. Turkiyaning yetakchi kompaniyalari ishtirokida 9 milliard dollarlik loyihalar portfeli shakllantirilgani e'tiborli albatta. Yetakchilar savdo hajmini, shu jumladan imtiyozli savdo to'g'risidagi bitim doirasida tovarlar turini kengaytirish, ustuvor iqtisodiy tarmoqlarda sanoat kooperatsiyasini mustahkamlash orqali 5 milliard dollarga yetkazishga kelishib oldilar. Shuningdek, madaniy va gumanitar almashinuvlarni yanada kengaytirishga, xususan birgalikda teatr va kino haftaliklari, badiiy ko'rgazmalarni o'tkazish hamda ziyorat turizmini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. Kengash yig'ilishi yakunlaridan kelib chiqib, ikki mamlakat hukumatlari tomonidan erishilgan kelishuvlar o'z vaqtida va sifatli amalga oshirish bo'yicha keng qamrovli yo'l xaritasi qabul qilinishi ta'kidlandi. Davlatimiz rahbarini kuni kecha Turkiya davlatiga qilgan tashrifi doirasida aynan bugungi kundagi iqtisodiy, ijtimoiy muammolarimizga xos bo'lgan, lozim bo'lgan qator masalalar ko'rildi. Chunki Turkiya bizni davlatimizning strategik sherigi hisoblanadi. O'sha doirada mana davlatimiz rahbari ishtirokida Turkiya davlati rahbariyati ana shu strategik hamkorlik kengashini o'tkazdi. O'sha kengashda qator, demak, kelishuvlarga, memorandumlarga, shartnomalarga imzolar qo'yildi va bu bo'yicha davlat rahbari va Turkiya davlatining rahbari birgalikda ommaviy axborot vositalariga ma'lumotlar berishdi. Shu o'rinda ta'kidlashimiz kerak, davlatimiz rahbari O'zbekiston massivini, ya'ni xabarimiz bor, Turkiya davlatiga qanday og'ir musibatlar kelgan zilzilaning oqibatida o'sha yerda kelishuvga binoan O'zbekiston massivi, ya'ni yashash obyektlari tashkil etilgan. O'sha joyda ochilishiga qatnashdilar. Bu demak Turkiya bilan kelgusida biz qanchalik Turkiya bizga yirik investor ekanligini, ular bilan oldi-sotdi, turistik munosabatlarimiz, diniy, hattoki milliy til nuqtai nazaridan qaysi darajada yaqinligimizni hammamiz bilamiz. Bu yanada mamlakatimizni kelgusidagi rivojlanishiga yana bir yangi yo'nalishlarda ochadi. Yana bir marta hamma mana shu Xitoydan kelganlar, hozir ko'rib turganlarni mana shunday katta baxt bilan tabriklayman. Bir kez daha herkesi Hatay'dan gelenleri, bizi izlemekte olanları böylesi büyük bahtiyarlıkla tebrik ediyorum. Iloyim, bunday kunlar tarixda qolib ketib, kelajakda Turkiyada faqat to'ylar bo'lsin, yaxshi anjumanlar bo'lsin, biz yaxshi kunlarga birga kelaylik. Böylesi günler tarihte kalmış olsun. Bundan sonra Türkiye'de sadece düğünler olsun, iyi toplantılar olsun ve biz buraya tebrik etmek için gelelim. Qardoshimga bir taklifim bor. Agar
rozi bo'lsalar, Kabul ederlerse kardeşime bir teklifim olacak. men o'zim bilan Andijon viloyatining hokimini olib kelganman. Andijan vilayeti valimizi getirdim kendimle. Hamma hokimlar tashrifda kutib turibdi. Navruz bayramini Xitoyda O'zbekiston mahallasini Navruzda 5 kunni O'zbekistonda olib ketsak, hammamiz shu yerga olib borib, bularni kutib olib, samolyot yuborib, O'zbekistonda bir 5 kun O'zbekistonga hamma shaharlarni ko'rsatib, tariximizni, birligimizni, o'zligimizni bir ko'rsatsak, agar siz rozi bo'lsangiz. Eğer siz uygun görürseniz Nevruz bayramında Hataylılardan müteşekkil bir heyetimizi, oradaki depremzedelerden müteşekkil insanları bir uçakla Özbekistan'a götürsek, Özbekistan'da 5 gün onları misafir etsek, Özbekistan'ı gezseler, il orasını görseler. Belli. Makul. Anladım. Mayli dedilar. Mayli. Shuning uchun Andijondan boshlaymiz. Andijan'dan başlayacağız. Andijan vilayetimizden. Bobur yurtidan boshlaymiz. Babur Şah'ın vatanından başlayacağız. Samarqandga o'rtada kelib to'xtaymizda, Xivadan qaytamiz. Semerkand'da bir ara vereceğiz. Ondan sonra Hiva'ya gidip Hiva'dan dönüş yapacağız. Rahmat. Hatay'dan size bir heyeti göndereceğiz. Sizge Hatay'dan yuvaramız bir delegasyamızın. Çok teşekkürler. Hazırlık yapacaksınız, kendin orada onu yöneteceksiniz. Misafir edeceksin. Biz andijonliklarni bir narsa xursand qildi, u yerda Andijon viloyati hokimi ham ishtirok etgani. Qolaversa, muhtaram yurtboshimiz tomonidan zilzilada aziyat chekkan Hatay viloyatining aholisini O'zbekistonning eng yaxshi joylarida bizning tariximiz bilan tanishtirish, ular bilan ma'naviy, ma'rifiy, qardoshlik aloqalarini yanada mustahkamlash maqsadida Andijon viloyatiga tashrif buyurishi hamda bunga Andijon viloyat hokimi o'zi boshchiligida kelgusida Samarqand hamda Xiva shaharlarini ham borib ularga ko'rsatishi bo'yicha o'zini ishonchli tavsiyalarini berdi. Albatta bu narsa bizni nafaqat biz deputatlarni, balki Andijon viloyati aholisini ham birdek xursand qiladi. Albatta bu kelgusida Turkiya davlati bilan nafaqat O'zbekiston, balki Andijonda ham kelgusidagi hamkorlik ishlarini izchil amalga oshirishga muhim omil bo'lib xizmat qiladi deb o'ylayman.